Assalamu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Xanqa tumani 11-sonli maktabni 4-bu sinf o'quvchilarini xayr birinchi ustozim kechasi bo'lib o'tmoqda. Bu bayramni men o'ylayman ko'tarinki ruhda hammamiz og'izbirchilikda o'tkazamiz deb o'ylayman. Bu o'g'illarim, qizlarim kelajakda hayotda eng kerakli insonlar bo'lib yetishadi deb o'ylayman. Bu bayramni tashkillashtirishda ota-onalarim, ustozlarim, jamiki insonlara rahmatlar aytib qolaman. Hayotda o'z o'rnlarini topish uchun harakat etgan barcha ustozlara, fan ustozlarini hammasine tashakkur bildirib qolaman. Rahmat hammaga. Kelgusi bilimlarini hayotda qo'llaydilar degan umiddaman. Ajoyib o'qishlarga girginglar, zo'r kasblarni egallab, eng kami bizlardek ustoz bo'lib yetishginglar. Rahmat hammaga. Bayrama taklif etib qolaman. Yana Xudo xolasa bugun o'g'lim Sulaymonbekni 4-sinf bitiruvchisi Xudo xolasa Qo'chqorov Manzura ustoz boshchiligida Xudo xolasa 4-sinfni yakunladilar. Ustozimizga, direktorlarimizga, jensovetlari, hamma ustozlara katta rahmat. Shu o'g'limni shu 1-sinfdan 0-oydan shu o'qishni, yozishni, chizishni o'rgatganlar uchun katta rahmat. Hammasine katta rahmat aytaman. Xudoyim bundan ham ko'p o'quvchilarni chiqarib, hammasi maktablari bundan ham ulug' bo'lsin. Shu farzandlarimizni shu kamolini ko'rib o'tirg'imiz bizlar ham Xudo xolasa. Hammasine rahmat ustozlarimizga. Kelajakdagi 5-sinfdan boshlangan ustozlarimiz ham shu 1-sinf ustozlarimdan yaxshi qarab, ibratli maslahatlarni berib, yaxshi inson bo'lib yetishishlar, yordam berishlarini yana so'rab qolaman Xudo xolasa. Rahmat hammasiga. Assalomu alaykum ota-onalar. Mana bugun biza bolalarimizni 4-sinfni bitiruvine gelip oturupmiz. Ustozimiz Manzuraga bu bolalarni tarbiyalashda ishlarine omad tileymiz. Ama vaqt şu bolalarni tarbiyasinden charchamasinlar. Bolalarni shu bayram bilan tabrikleymiz. Ota-onalarim, Xudoyim 10 sınıflarda institutlarını bitirip, magistrlar okuyanlardan tebriklep oturuş hammamize nasip etsin. Sağ olsunlar Xudoyim. Aziz o'quvchilar, mana 4-sinfni bitiryapsizlar, Xudo xolasa. Sizlarga kelgusi o'qishlaringizda omadlar tilab qolaman. Iloji boricha prezident maktablarini, litseylarga, katta o'qishlarga kirgisizlar. Muvaffaqiyat tilayman o'qishlaringizda. Ota-onalaringiz ham sizlarning vaqtingizda sog' bo'lsin. Hayajonlanib turibman sizlardan betar, lekin hammangiz zo'r bo'lib kelibsizlar. Молодец. Ota-onalaringizdan ming rahmat, sizlarga shunday shart-sharoitlarni yaratib berib qo'ygan. Birinchi navbatda prezidentimizga rahmat. Shunday bizlarga ajoyib katta toza maktablarni qurib berib qo'ygan. Hammangiz ota-onalaringizga rahmat. Endi kuch-quvvat Xudo xolasa tartibli bo'lib tadbirimizga taklif etaman sizlarga. Marhamat. Assalomu alaykum. Qalbi daryo, mehri ziyo ustozlar, qadrli mehmonlar.
bizlar uchun doimo yelib yuguradigan bujon va bobojonlar, onajon va dadajonlarimiz, tadbirimizga xush kelibsiz. Endi 4-B sinf o'quvchilarini davramizga taklif etamiz. Viloyatimiz tumanimiz maktabimiz davlatimiz ramzlari rizq ro'zimiz milliy boyligimiz bizning shio tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbati Avezo Tanazar ustozga. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, ustozlar, o'quvchilar. Mana bugun shunday bir ajoyib kun, shunday bir tadbirni guvoh bo'lib turibmiz. Bu tadbir bugungi 4-sinf o'quvchilarimizni xayrlashuv kechasi hisoblanadi. Demak, birinchi boshlang'ich o'qituvchimiz bu o'quvchilarimiz bilan xayrlashib, xudo xolasa yangi ikkinchi, ya'ni tayanch o'quv narsi bo'yicha bilim olmoqqa boshlaydilar. Demak, bir yosh, bir qadam kataydi bu o'quvchilar, xudo xolasa. Bağımlılığın bundan ham mas'uliyatli o'qish, mas'uliyatli ta'lim olish, tarbiya olish tutibdi. Qolaversa mana shu sinfimizni sinf rahbari mana Qo'chqorova Manzura ustozimiz bir necha yillardan buyon 30 yilga yaqin bo'ldi shu yerda faoliyat yuritganlar. Eng iqtidorli, eng tashabbuskor, mana hozir o'quvchilarni ham ko'rinib turibdi.
o'quvchilarni hammasi formada bir yil yallo narsa başlanışından ma'lum bo'lib turibdi. Bir yil ovoz bilan chiqib o'zingiz ham guvoh bo'lib o'tirsa, shunday bir chiroyli tadbir tayyorlaganlar. Sahna bezaklari mana dum bir günden güne rivojlanib borayotgan davlatimizni nima deymiz, gözümüzün ardından namoyon bo'lishini o'zingiz guvoh bo'lib turibsizlar. Shu munosabat bilan bu ustozimizga, bu o'quvchilarimizga hammasini omad, o'qishlarini omad tilaymiz, o'quvchilarni kelajakdagi ishlarini omad tilaymiz, qolaversa ustozimizning ishlarini omad tilaymiz. Buningdek ko'p o'quvchilarni chiqarib, xudo xolasa elda yurtda obro'yingiz bilan namoyish qilaversin ustoz. İşte bino chiqdi atamiz. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Biz Xorazm viloyati Xonqa tumani 11-sonli maktabning 4-B sinf o'quvchilari boshlang'ich sinfni yakunlab, yuqori sinfga yo'l olar ekanmiz. Vatanimiz timsoli bo'lmish muqaddas bayroq ostida o'z ota-onamizga, ustozimizga, yuqori sinflarda barcha fanlarda izlanishga bo'lishga va vatanimiz O'zbekistonni edil sevishga va unga xizmat qilishga tantanali va'da beramiz. Va'da beramiz. Va'da beramiz. Va'da beramiz. Va'damizni bajarish uchun qasamyod qilamiz. Qasamyod qilamiz. Qasamyod qilamiz. Qasamyod qilamiz. Havo rang oqlar yashil, bordir qizil belbog'i. Shuning uchun chiroyli O'zbekiston bayrog'i, 12 baxt yulduzi o'ziga xo'p yarashar. Unga dunyo xalqlari havas bilan qarashar. Mustaqil yurtni patar, yer yuzining har yog'i. Bizga juda mo'tabar O'zbekiston bayrog'i.
O'zbekiston gerbida qanot yozgan humokush, chanoqlarda oq paxta, olam elin etar xush. Quyosh bobo nurida oltin boshoq tog'lanar, tengsiz saxiy onayı bir maromda aylanar. Ramzi porloq hur bayroq birdamlikka chorlaydi, peshtoqida oy yulduz kecha kunduz porlaydi. Endi navbat chegirma raqsiga, marhamat. zamirida olam ma'no va hurmat mujassam. O'qituvchi sof dil, kamtarin, ma'naviy boy, axloqan pok insondir. Ularning poyiga guldastalar sochsak, doimo hurmatlarini ado etib ardoqlasak arziydi. Endi navbat ustozlarim bor bo'ling raqsiga. Marhamat. Шахзада Краспек.
Yok ben koydum hele. Hanımcığım. Sadece koyduğu yere. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Yuk partaga o'tkazsangiz, kitobga tutqazsangiz, bizga bilim yetkazdingiz, baxtimizga sog' bo'ling, baxtimizga bog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Mehriban ichirdingiz, daftarimiz tekshirdingiz, xato qilsak kechirdingiz, baxtimizga sog' bo'ling, baxtimizga bog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustoz deganda har qaysi inson ko'nglida chuqur hurmat, ehtirom tuyg'ulari shu bilan birga o'qituvchi sofdir, kamtarin, ma'naviy boy va axloqan pok insondir. Ularning poyiga guldastalar sotsak, doimo hurmatlarni ado etib, ardoqlasak arziydi. Ustoz deganda har qaysi inson ko'nglida chuqur hurmat, ehtirom tuyg'ulari shu bilan birga boylik bilan o'lchab bo'lmaydigan qarzdorlik hissi paydo bo'ladi. Maktabimizda 4-B sinf o'quvchilaridan ansambl tuzilgan. Hozir esa ular jonli ijroda Yallama yorim kuyini chalishadi. Marhamat sozandalar. Ustozni ulug' deydilar, so'zlari gavhardan qutlug' deydilar. Samoviy so'zlarga yo'q mening tobim, sizni otam degim kelar ustozim. Garchi ota deb qadar insonlar, bu nomga munosib, bu nomga zotlar begona dillarni etib obodlab, sizni otam degim kelar ustozim. Endi navbat
ijrosidagi Samarqandning go'zal raqsiga marhamat. Samarqandning go'zali boshida do'ppizari Samarqandning go'zali boshida do'ppizari soladi menga nazar jonima berdi ozor soladi menga nazar jonima berdi ozor pari 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 tegmasin nazar 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 kelarmi bir bor go'zal dilrabo zebo go'zal kelarmi bir bor go'zal dilrabo zebo go'zal soladi menga nazar 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 soladi menga nazar 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 Nazari, pari pari pari, tegmasin nazari, pari pari pari, oh tegmasin nazari, pari pari pari, tegmasin nazari. Kelarmi bir bor go'zal, dilrabo zebo go'zal, kelarmi bir bor go'zal, dilrabo zebo go'zal, solarmi menga nazar, nazar nazar nazar. Nazar, nazar, nazar. Ular berayotgan nuqta ta'lim va ibratli tarbiya katta hayot ostonasida turgan o'g'il qizlarning vatanparvar hamda hayotda chin inson bo'lishlari uchun imkon yaratadi. Endi navbat qizlar ijrosidagi gul raqsiga marhamat. Güzelmez şahıda tursa güzel Yar azmaz yarını yanında yürse güzel Gül üzülse güzelmez şahıda tursa güzel Yar azmaz yarını yanında yürse güzel Sultan bulup taxtıga ah koşulup ahtıga Melikesin baxtiga Sultan bulup taxtiga ah qo'shilib ahtiga malikasin baxtiga
çok sabah çalsa işte bir neva arzuyundaki ziba yürekten dursa güzel gül üzülse güzelmez şahıda dursa güzel yar özmez yarını yanında yürse güzel yanında yürse güzel Avaylaşıp birbirine aşkar etip barsın sus kalmay şirin şirin hayaller sürse güzel Avaylaşıp birbirine aşkar etip barsın sus kalmay şirin şirin hayaller sürse güzel Gül üzülse güzelmez şahıda dursa güzel Yar üzülmez yarını yanında dursa güzel Gül üzülse güzelmez şahıda dursa güzel Yar üzülmez yarını yanında dursa güzel Endi navbat ustozning o'g'li she'rlarga. Marhamat. Ustoz deganimda bilim izlayman. Gar bilim bilmasam yig'lab bo'zlayman. Ustoz sizni eslab aytgim keladi. Bergan sabog'ingiz yoygim keladi. Qo'limdan ushlab siz harfni o'rgatgan shovqinli davrga qaytgim keladi. Yumuq ko'zlarimni ochgansiz darhol bilim o'rgatib bizni kuchgansiz qaror. Ustoz otadi o'g'lim, ustozni qadam o'qitib. Ustoz sizga ming rahmat. Ilm berdingiz mehr bilan. Yo'limizni yoritdingiz har bir ezgu sabr bilan. Qo'limizdan tutib doim to'g'ri yo'lga boshladingiz. Bizga ilm berib ustoz kelajakka oshirdingiz. Bizni teklagan kamolat sari bilim berganda ketmaganlari aylanar haqiqat bularning bari bilimlar chashmasi birinchi ustoz. Quyosh kabi nur sochgan, ilm eshigini ochgan, ilk saboqni o'rgatgan ustozlarga ming rahmat. Bizlarga bilim bergan, odobli bo'lgin degan, yaxshilikka intilgan ustozlarga ming rahmat. Omon bo'lsin boshingiz, uzoq bo'lsin yoshingiz, kulsin baxt quyoshingiz, ustozlarga ming rahmat. Ustoz yuzingizda tabassum bilinar, qalbida mehr ulashar. Ustozdek mehribon kim bo'lar? Bayramingiz muborak ustoz. Ustoz bizga ilm beradi, yo'l ko'rsatib nur sochadi. Har bir harf, har bir bilim kelajakka yo'l ochadi. Rahmat sizga aziz ustoz, mehnatingiz behisob. Siz bor joyda ilm bor, siz bilan biz baxtli ko'p. Qancha sho'xlik qilsak urushmadingiz, faqat rivoyat hikmatlar aytib bizni ertakka qiziqtirdingiz, faqat yaxshilikni har damda qilib. Hanuz sog'inaman yoshlik chog'larni, tez bular mening o'quvchim. Ko'chadan ko'rganda o'g'il qizlarim, qayta o'qisaydim birinchi ustozim. Larimni ayta olmadim sizga, mehrlar berdingiz doim bizga. Yomonlik tilamadingiz hech kimga, bayramingiz muborak ustoz. Mehnatingiz oltinlarga teng, qalbingiz osmondek keng. Doim onamizdek mehr verdingiz, bizni farzanddek ko'rdingiz. Birinchi ustozim, mehringiz daryo, 4 yillik ta'limni unutmay sira, ammo eslaymiz bo'lmoq. Ya ustoz dunyo turguncha turing. Maktabda yuguraman, o'rganayin ilmu ziyo, bilimlarim boyitsam menga ochilar dunyo. Baholar qaytadi, yoshlik qaytmaydi. O'tgan bolaligim yoddan chiqmaydi. Beg'ubor damlar kutib tursaydi, a'lo baholarni olardim ustoz. Dardam dildan nur porlaydigan ustoz deya boshlasam so'zni, barchasiga Xudoyim guvoh, qanday e'zoz etayin sizni. Qo'lingga qalam tutgan, senga nasihat qilgan, tarbiya ta'lim bergan ustozingdan duo.
Dünya imarətləri içində ən uluğu məktəb bolsa, kəsblərinin içində ən şərəflisi oxutuculik və mürəbbilikdir degan ediler prezidentimiz. Endi navbat vatan haqidagi she'rlarga marhamat. Yüksel ey vatan, bo'yning to'la nur, noming dunyoga quyoshday mashhur. O'zing qudratda yagona tengsiz, osmon kabi keng, bag'ring bor cheksiz. Bo'yningda doim shoddir har inson, tinch totuvlikda mangu bo'l omon. 34 yoshga kirdi vatanimiz, bu bizning g'ururimiz. Har bir gul o'tganin asrashimiz burchimiz. Bu kunlarda jonin bergan O'zbekimning asl o'g'lonlari qayta tug'ilmas endi cho'lpon fitrat Abdullohlari. Mustaqillik bo'lsin muborak, hammada bordir tilak, ozodlikdan shodlanar yurak, vatanda yashamoq kerak. Onam kabi azizsan, hayotimda yagona, o'zbeklarning nurisan, jon vatanim bor vatanim. Yorqin turar musaffo osmon, qalbda yo'qdir zarracha gumon. Olg'a qadam tashlaymiz har on, kelajagi buyugim vatan. Vatan bizning uyimiz, vatan bizning ko'chamiz, soylardagi suvimiz, mazza qilib ichamiz. Vatan muqaddasdir, unutmang do'stlar, shu vatanda ulg'aydik biz qora ko'zlar. Sendadir hamma millat, rus, ingliz, o'zbek ham. O'zbekiston davlatim, borim yo'g'im millatim. O'zbekiston jonijon, turli millat qadrdon, qo'llar qo'lga tutashsin, kel bu zavqqa chin o'rtoq. Kel o'rtoq, kuylaylik oxir inot. Kindik qo'lim to'kilgan tuproq, menga aziz har giyoh yaproq. Senga sodiq bo'lurman har choq, bag'rimda bahorim vatanim. Endi navbat bolalar ijrosidagi qozoqcha raqsiga. Marhamat. Assalomu alaykum, kuzatuvchilar. Yana bir 11-san shu maktabimizda 4-sinf bitiruv kechasi bo'lib turgan ekan. Shu manzura ustozi rahmat aytamiz. Bolalarimiz kelajakda aqlli, xushli, ibratli, izzatli o'quvchilar bo'lib yetishsinlar. Shu turgan ota-onalarni shu bayram bilan tabriklayman. Shu Alixon kanaliga ham omad tilayman.
Jahonda bo'lmasa muallim agar, hayot ham bo'lmasdi go'zal bu qadar. Endi navbat qizlar ijrosidagi xo'jik raqsiga. Marhamat. Kızın arkasına bana gelin. Amcanın arkasına dursun. Gör. Kız bana arkasına Bize de uzun minarala bak. Şu an görüyor musunuz? Ustozlar bütün kuchlarini, akıl idroklarini, bilim ve zehinlarini, kalp zehinlarini shogirdlarga baxshid etgan zahmatkash insonlardir. Ular bizlarga oq qorani, yaxshi-yu yomonni tanitib, qo'llarimizga ilk bor qalam tutqazib, ota, ona, vatan, baxt kabi so'zlarni yozishga o'rgatgan buyuk zotlardir. Zotlardir. Endi navbat bolalar ijrosidagi iskat raqsiga. Marhamat.
iskak Yinglarni chizg'ib olsak iskak Yinglarni chizg'ib olsak Qo'ynani kuma hayda Bir zaman o'ynab olsak Tilaklar dolu şanı mevani şekerim bori Tilaklar dolu şanı mevani şekerim bori Hasılni yirtib terib Bo'lik tashvishdan xoli Iskak Yinglarni chizg'ib olsak Iskak Yinglarni chizg'ib olsak O'ynani kuma hayda Bir zaman o'ynab olsak Azzatib o'ynab olsak Yerlarni surib ochib Kuzgi buğdaydan saçıp Yerlarni surib ochib Kuzgi buğdaydan saçıp To'ylanib berib yurik Xirmonlar dolup taşıp Iskak Yinglarni chizg'ib olsak Hey iskak Yinglarni chizg'ib olsak O'ynani kuma hayda Bir zaman o'ynab olsak Azzatib o'ynab olsak Oynasın gülsün dehqon, davraga chiqsin polvon. Oynasın gülsün dehqon, davraga chiqsin polvon. Yana ne gerek bize, shundan ajoyib zaman. Iskak, yinglarni chizg'ib olsak, hey iskak, yinglarni chizg'ib olsak, o'ynani kuma haydab, bir zaman o'ynab olsak, iskak, yinglarni chizg'ib olsak, iskak, yinglarni chizg'ib olsak, o'ynani kuma haydab, bir zaman o'ynab olsak, azzatib o'ynab olsak, bir zaman o'ynab olsak, azzatib o'ynab olsak. Navbat qizlar ijrosidagi ilohiydan raqsiga. Marhamat. Navolari boshqacha Bu lazgidur do'stlarim O'ynam lazgiga o'ynam
afg'oniy. Har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati, yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liqdir deb yozgan edi. Endi navbat alomalar so'zlarga. Marhamat. O'quv kun beradi, bilim shon, shu ikkovi tufayli ulug'dir inson. Mahmud Qashqariy. Ilmdan yaxshiroq xazina bo'lmas, qo'lingdan kelgancha tera olsang bas. Yusuf Bilimsizlik bilan ishga kirishsang, foydasi bo'lmaydi qancha tirsang. Mahmud Qashqariy. O'quv qayda bo'lsa buyuklik bo'lur, bilim qayda bo'lsa buyuklik bo'lur. Yusuf Hozir. Bilimsizlik bilan ishga kirishsang, foydasiz bo'lmaydi qancha tirsang. Asad Do'stbek. Endi navbat toka raqsiga. Marhamat. You said no, no, no. I said no, 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 no. You said take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no. I wanna see rain on me forever, rivers of champagne, celebrate together. I wanna see rain on me forever, rivers of champagne, celebrate together. I see your eyes every day and every night, and I wanna hold you, love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life, and I wanna love you, I will never make you cry. İstiqlal egalar bo'lmish yosh avlodni bilimli, savodxon, ma'naviy, barkamol va jismonan sog'lom qilib voyaga yetkazishda o'qituvchi va murabbiylarning hissasi benihoya kattadir. Navbat popuri raqsiga. Marhamat. Sıradan 1, 2, 3. Yine bir say. 1, 2, 3. Nereye gitti uçunda? Şurada.
Balağa dime canım, ölemem bir kararım. Balağa dime canım, ölemem bir kararım. Köprüde görüner atın başı, yağmurda yağadı gözün yaşı. Köprüde görüner atın başı, yağmurda yağadı gözün yaşı. Biz gitkesin kim bulattı yoldaşı, hayranım an hayranım an hayranım. Şekin gelmeyen de sarı giryanı, hayranım an hayranım an hayranı. Şekin gelmeyen de sarı giryanı. Bizi başlap dalgın başlap sarıncan, bana budak yasına giyip gelsinler. Bizi başlap dalgın başlap sarıncan, bana budak yasına giyip gelsinler. Yanaklı çaraklı gitsin bu cihan, bana budak yasına giyip gelsinler. Yanaklı çaraklı gitsin bu cihan, bana budak yasına giyip gelsinler. Gelsinler, 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 bana budak yasına giyip gelsinler. Gelsinler, 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 bana dudak yasına giyip gelsinler. Bana dudak yasına giyip gelsinler. Çekirmene kıya koyup, beni ciger bakım oyup. Çekirmene kıya koyup, beni ciger bakım oyup. Sinelene dilip dilip, akmasalı yar geldi. Sinelene dilip dilip, akmasalı yar geldi. Sücü sücü yar geldi, lezzetine bal geldi. Sücü sücü yar geldi, akmasalı yar geldi. Dilber bu cihan içre, günçesiz ne derim ben. Ömrümde güle tabi zor, günçesiz ne derim ben. Boynuma kılıç gelse, kes günçesiz ne derim ben. Boynuma kılıç gelse, kes günçesiz ne derim ben. Külünüze meram alman, odamazsız ne derim ben. İhtiyar üzenizde, bir günçesiz ne derim ben. Hivanı dar köçesinde, bana bir yar çadır. Hivanı dar köçesinde, bana bir yar çadır. Hemmeye yar çasa, bizlere ah yar çadır. Hemmeye yar çasa, bizlere ah yar çadır. Aynanin yar, aynanin ben sizden üzüm aynanin. Aynanin yar, aynanin kara gözünden aynanin. Her görüyende yürek dük dük vurmayayım. Avazından gelemezsin vurmayayım. Görgeninde yürek dük dük vurmayayım. Avazından gelemezsin vurmayayım. Sözlerini nezep sen etmeysen ey. Geplerini nezep sen etmeysen ey. Bana veryen azapların yetmeyeyim. Seni veryen azapların yetmeyeyim. İşte yaptığımız zireli, birbirinden şireli. İşte yaptığımız zireli, birbirinden şireli. Yürüye bağa gireli, gittik bağa gireli. Kızıl güller gireli, kızıl güller gireli. Naz bilen ahayya, usul bilen hibiya. Naz bilen ahayya, usul bilen hibiya. Kişmiş kusuk bal veremen yeseniz, yüreğimden joy veremen gelseniz. Mala kusuk çay veremen yeseniz, yüreğimden çay veremen gelseniz. Bay bay seni bakışlarına bağlan, gözlerinin akışlarına bağlan. Bay bay
bolalar ijrosidagi buka-buka raqsiga. Marhamat. Aziz bolajonlar, sizlarga bilim berib, o'qish yozishni o'rgatgan, chin yurakdan halol mehnat qilib, bizlarni tarbiyalayotgan Mansur ustozni chin yurakdan tabriklaymiz. Endi navbat qizlar ijrosidagi O'zbekning do'ppisi raqsiga. Marhamat.
ko'traksiga marhamat. İskak Yingleni çizgib alsak İskak Yingleni çizgib alsak Oynanı kuma hayda Bir zaman oynab alsak Tilekle dolu şalı, meyveni şeker balı. Tilekle dolu şalı, meyveni şeker balı. Hasılı yeter piri, bolik teşvişten halı. İskak, yingleni çizgib alsak. İskak, yingleni çizgib alsak. Oynanı kuma hayda Bir zaman oynab alsak Hazzetib oynab alsak Yerleri sürüp açıp Küzgü buğdayla saçıp Yerleri sürüp açıp Küzgü buğdayla saçıp Yer koylanı ver bir yürük Kırmala dolu taşıp İskak Yingleni çizgib alsak Hey iskak Yingleni çizgib alsak Oynalı kuma hayda Bir zaman oynab alsak Hazzetib oynab alsak Oynasın gülsün dihkan, devreye çıksın palvan. Oynasın gülsün dihkan, devreye çıksın palvan. Yine ne gerek bize, Şimdin acayip zaman. İskak, yingleni çizgib alsak. Hey iskak, yingleni çizgib alsak. Oynalı kuma hayda Bir zaman oynab alsak İskak Yingleni çizgib alsak İskak Yingleni çizgib alsak Oynalı kuma hayda Bir zaman oynab alsak Hazzetib oynab alsak Bir zaman oynab alsak Hazzetib oynab alsak Vatan deganda nimani tushunasiz? Vatan degani bu. Vatan degani bu. Vatan degani bu. Vatanim nomini O'zbekistondir. Bozorga chiqdi ko'tray, yetchasi xudodan aylanay. İlanıp olay, anamni ko'rgan bo'laman. İşlerim yo'limda to'sin. Poyimda tikanlar o'ssa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgan bo'laman. Kelsam ham ikkita qon bilan, bag'riga bosadi jon bilan. Aytadi, keldingmi jon bolam, onamni ko'rgan bo'laman. Aytmayin bolamni g'amini, bildirmay ro'zg'orim jamini. O'chirib yuragim jamini, onamni ko'rgan bo'laman. Akamni yaxshin oshiray, ukamni aybini yashiray. Kunatib mehrini toshiray, onamni ko'rgan bo'laman. Erkalay oymog'im o'zimdir.
eshitib so'zimni, onamni ko'rgani boraman. Mehnat qilib sira tinmagan, ekilganim qattiqmagan, orom berib orom bilmagan, onam bor joy men uchun jannat. Boshqadan aytinglar chiqib aytsana. Yepera keling. Mehnat qilib sira tinmagan, ekilganim qattiqmagan, orom berib orom bilmagan, onam bor joy men uchun jannat. Hey, hep nafas shing. Shing aytamiz. Rasming alingdami? Ya yo'q, ya. Yepera keling, turkiya alingdami? Ay bu dur sen bir dur. Aytaver. Onam mehriyat ortag'imda kerak do'sting, oq-oqi bir kun keladi, yordam so'rasang tanimaslikka oladigan. Qarsak chalamiz. Agar so'rasalar jannatni mendan, onamning oyog'i ostida jannat, bizni ulg'aytirib barkamol qilgan eng mehribonim onam. Erkanab yaxshilagan, o'zlarini silagan, doim baxtli tilagan o'zini jonini olib. Ona o'g'risam-da xodimni, podshohga tilay ko'ngilni, yerdagi jannatim o'zimni, bayramingiz muborak. Isfar onam menga boqmaydi, ko'zlarimdan yoshlar oqmaydi, bilmasangiz dunyo yoqmaydi, siz hammada yaxshisiz onam. Sochlariga oq tushgan, ko'zlariga yosh to'lgan, oyda yilda bir kunga onamga tildim. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling o'zimni jonim onam. Ichki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Dunyolar boshimga salganda so'rib, tashvishim qolmaydi ko'chada birov, qarzim tashlasa takladi birov, siz meni bo'lmang jonim. Akka balam. Ay bola, endi opang aldina borib turgan. Onamga tashvishim aytganimdan javob o'zimga oraman. Dunyoga berilib bilmay qolibman, onamning sochiga oqlar tushibdi. Yuragimga gullar ekaman, gulzorlardan yelib bilaman. Eng go'zal gul ona sizlar. Jannatlarda toj giydiring, mehr ko'zlaringizdan parapay, poyingizdan gullar to'kay, onasini yaxshi ko'raman. Chiroyingiz gullar nasdan, go'zallarning naqshisiz ona, qolishmaysiz bahor faslida, siz hammada yaxshisiz ona. Jannatlarda tojlar kiydiray, mehrli ko'zlaringizdan bir o'pay, poyingizga gullarni to'kay, onasini yaxshi ko'raman. Oftoblarda soya bo'ladi, dard kelganda qoya bo'ladi, bolam desa kulgi bo'ladi, bolam bo'lsa hayratsin sezadi. Men uni sevaman, juda ham qattiq, bu yerdagi emas, chin haqiqatdir. U mening borlig'im, jonajonimdir, u insonsiz emas, onajonimdir. O'zimni olqishga bahonam ishlar, o'tkinchi shon shuhrat, soxta olqishlar, o'tib ketibdi-da qancha yoz qishlar, onamning sochiga oqlar tushdi. Yuzlarda sal bor, yuzlarda shakar bor, 2 qiz 4 o'g'il bor, onam yaltib tekkizmaydi. Borligingiz baxtimdan darak, so'zingizdan sevlar yurak. Ming yaxshilar menga ne kerak, siz hammada yaxshisiz onam. Yoningda bo'lsalar ko'ngling to'larkan, sen uchun joni kuyib ming bor o'larkan. Osmonda farishta borligi bu rost, yerdagi
desem vardır kanatım. Baygelerde tutulmaz adım. Könlüm kuştur kurnan hayatım. Min şükür ki anam varım. Ana canım anam var anam. Keleveler küylep eriyor. Koşukları hamişe gülüyor. Ahmet gülüp bakar zafer yor. Min şükür ki anam var anam. Çen köngülden kilo bilemem. Baxtlıyım de bira bilemem. Hiç tefsiz yura bilemem. Min şükür ki anam var anam. Direk görgen her kim anası. Terk eylegen erman narası. Mahrurlep yursun balası. Min şükür ki anam var. Anangiz umriga umr tilayman. Bir umr tuganmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Ana eng ulug' zot, bag'ri keng dunyo. U bilan yechilar ko'plab muammo. U dono sarbondir umr yo'lida. Ne buyuk zotlar o'tgan yo'li. Eng mehribonім anam, yaxshi insonim anam, baxtimga aman biling o'zimni jonim anam. Omading so'rar Xudodan. Onam mehrin yetib ortdi, mayli dunyo beshafqat bo'lsin. Men baxtliman ey birodar, mayli dunyo g'azabga to'lsin. Benim feyzi xumorim, mening kalbi gulzorim. Xudo bergan tumorim, o'zimni jonim ona. Quloqlarim, ikki ko'zga bergan duoga chiroyligim o'zimni jonim ona. Onam mening jannatim, onam mening davlatim. Onam mening yulduzim, onamsiz qorong'u. Derdim aytganda tinglaysiz nolam, duodasiz omading bersin jon bolam. Bağımda yeganam. Ona var hayatta yaşaş boşkaca. Onaning tarifi yok, mehri boshqacha. Kirsa ham hatto 90-100 yoshgacha. Ona var hayatta yaşaş boshqacha. Odamda ma'rifat obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona var hayatta yaşaş boshqacha. Usta söylemiş misiniz? Ben sonra... Alo durun. Hadi renk. Zeynep söylemiş. Söyle de. Al mikrofonu. Söyle. Söz navbati Manzur ustozga. Marhamat. Aziz ota-onalar, aziz meni jajji bolajonlarim, qizjonlarim, hammangizga tashakkur, ming rahmat. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Hammangizga rahmat. Avvalambor shunday Allohni qizlarni bizlarga yetishtirib berganlaringiz uchun. Kelgusi o'qishlarimda yana ham omadlar, zafarlar tilab qolaman. Ilohim shu ota-onalaringiz sizlarni rohatlaringizni ko'rib o'tirgin. Hamma sog'lik salomatchiliklarda uchrashaymiz. Hamma ahvollaringiz sog' bo'lsin. Hamma shu bolalarning izidan rahmatnomalarni eshitib yurganlar. Ming rahmat kelganlaringizga, hurmatli vaqtlaringizni ayirganlaringiz uchun. Rahmat barcha. Assalomu alaykum hurmatli onalar, aziz o'quvchilar va muhtaram ustozlar. Mana bugun boshlang'ich sinf ustozimiz Qo'chqorov Manzur ustozimizni tadbiri xayrlashuv kechasi ekan.
Hemmenizi evvelanma tebrikliyim. Bu farzandlarımıza gelecekte kamil insan bulup yetişlerine, okuşlara girip Ali Terim'e okuyup tekrar yerlerini işlerini nasip etsin, dilektaşıma. Allah sizden güç kuvvet. Şimdi okuyucuların köklep çıkarışınızda dilektaşıma. Rahmet. Şimdi acayip bir tedbir ötürüsüz görüp kuandık. Kazandığınız YouTube'larını görüp kuandık. Müzeffer Ağa sizden katta rahmet. Şimdi ensemble düzlüğünüz bu sınıflar. Şimdi aktif, acayip, en faal sınıftan mı? Yıl boyu en faal sınıf belki yaptırmam bir sınıfa. Ama biz, işleriniz ahmet. Şimdi mektebimiz tamamen şimdi fakriyalıkla veremiz. Medeminov Mustafa, ushbu fakriyalık bilen mükafatlanır. Kozubayev Azamat, ushbu fakriyalık bilan taqdirlanadi. Fatimbayeva Gulmira. Shonazarova Xonimjon. İkramov İslam. Hayitbekov Zafarbek. Abdullayeva Sevinchoy. Jumaniyazov Jahongir. Alqishlab turamiz. Baltabayev Islomjon. Tebrik. Davronbekov Ibrohim. Kozubayev Asilbek. Safarbayeva Rozgul. Ferhodov Asilbek. İlhamov Javohir. Xo'janazarova Soliha. Ahmedova Mahbuba. Sportchi kezimiz, молодец. Faxrbayeva Madina. İsmailov Jo'rabek. Kerimov Islomjon. Baxtiyor. Erkinboyeva Diyora. Narimanov Shohjahon. Kamilova Manzura. Xudoyberganov Miryam. Ay молодец, salchi bo'lamdi. Xo'janazarova
alkışlayman. Satırbayeva Gülxaya. Bekpolatova Gözel. Hocaniyazova Asilzade. Usmanov Egerberdi. Shuhratov Asilbek. Ayman Yig'atbek Yesheva. Shonazarov Sulaymon. Oy, aktiv bolam. Rustambayev Dostonbek. Hammangizga katta rahmat. Keyingi hayotni, keyingi o'quv yillarini hammangizga omad tilayman. Endi kattaydingizlar, yuqori sinf bo'ldingizlar. Ustozimiz yana Mazra Qo'chqorova, shu farzandimni Mo'ylovoydan 1-klassdan ajoyib etib o'zini farzandini ziyodat tarbiyaladi. Mingdan-ming rahmat aytaman. Katta rahmat. Maktabimiz 11-sinf ta'lim o'rta maktabimizni direktorlari, mas'ul shaxslar, jensovetlarimiz, nizom direktorlarimiz hammasiga katta rahmat. Hamma ustozlarimizga. Shu ustozimizni bolalarimizga bergan bilimlari, ilmlari bilan shu bolam bilan Xudo xohlasa chiqasi keldi. Xudoyim shu 4-sinf tarafidan Xudoyim bundan ham shu ustozimizga yaxshi ustozlar o'qitib, yaxshi ajoyib ta'limlarni tarbiyalarni berib, bolalarimiz Xudoyim oliygohlarga kirib, yaxshi insonlar bo'lib, shu maktabimizda shu ustozimizda ustozlar bo'lib yetishishini Xudodan so'rayman. Ustozimizga katta rahmat ustoz. Rahmat. Shunday farzandimni shunday a'lochi, yaxshi, ibratli o'quvchi etib, odobli etib tarbiyalab berganligi uchun hem ota hem ana bo'ldi shu ustozim. Rahmat ustoz. Ustoz rozi bo'ling. Farzandimni shuncha o'qitganingiz uchun, bergan ta'limingiz uchun katta rahmat. Rozi bo'ling ustoz. Rahmat. Sog' bo'ling Xudoyim ustozim. Rahmat. Rahmat. Hamma o'quvchilari giryandan, to'ylarimdan tabriklab o'tirish bizlari, maktab ma'muriyatini hamma nasib etki, Xudoyim sog' salomat yuriy baland, katta o'zi Grosan shahasi ming bo'ldi, katta o'qishlarni bitirib, yaxshi ishlarni ishlab,
Enesinden hem zor tedbirkar bulup yetişti Xuda xalasa, he? Ay bala, ay. Süleyman bayımda Süleyman bayatmış ustazım. Rahmet ustazım. Katta rahmet ustazıma. Şimdi baxyalıklarını berip şu o'qishini qiziqtirib hamma narsa bo'yicha talabchan, iqtidorli ustazim. Rahmet ustazim. Sport diye algan faxriyarlıkları kalıp geçti. Üzürlü sınıfımızda veremiz onu bala. Marka bala. Maktabingiz bundan ham ulug' bo'laversin. Bugungi fayzimiz fayzli bo'ldi. Maktabimizga rahmat ketdi. Rahmet, rahmet. Ey